Sharqiy Turkistonda uqtirish chiqarilib, ro'za tutish cheklandi. Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bu yilgi Ramazonda uqtirish chiqarib, musulmonlarning ro'za tutishiga cheklama qo'ydi. Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda bu yilgi Ramazonda uqtirish chiqarib, musulmonlarning ro'za tutishiga cheklama qo'ydi. 27-may Xitoyning Fikr va Ma'rif to'rbetida 2017-yillik Ramazon mezgilida Sharqiy Turkistonning ma'rif sohasidagi ishchi xizmatchilarining ro'za tutishni cheklash to'g'risida uqtirish tarqatilgan bo'lib, bu uqtirish Ramazon mezgilida bexatarlikni ching tutish, bexatarlikka kafolat qilish nomi ostida ikki xil mazmunni o'z ichiga olgan. Uqtirishning birinchi mazmunda ta'til mezgilida bo'libmi Ramazon mezgilida o'quvchilarning har qanday shakldagi diniy faoliyat bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymaslik, har qaysi maktablardagi bo'lim mas'ullari va o'qituvchilar bilan aloqani saqlab, o'quvchilarning har qanday shakldagi diniy faoliyat bilan shug'ullanmaslikka kafolatlik qilish, agar ularning diniy faoliyat bilan shug'ullanganligini bayqagan hamon ma'lum qilish, vaqtida tarbiya qilish degan mazmunlar tilga olingan. Ikkinchi mazmunda bo'lsa, sezgur bo'lgan mezgilda, ya'ni 5-iyul vaqasi mezgili bo'libmi Ramazon mezgilida ijtimoiy bexatarlikni kafolatga ega qilish uchun barliq kadr va ishchi xizmatchilarning Ramazon mezgilidagi o'qituvchilar qo'shinining muqimligini va uning muhimligini tunishni ishga oshirish, ijtimoiy siyosiy muqimlik xizmatini ching tutish, bexatarlikka zid omil va masalalarni dal vaqtida bartaraf qilish, ijara berilgan uylarda kimning o'tirganligini, nima ishlar bilan shug'ullanganligini bilib turish, ma'rif sohasidagi barliq kadrlar va ishchi xizmatchilarning qat'iy ro'za tutmaslikni ishga oshirish degandek safsatalarni o'tirg'a qo'yib uqtirish chiqargan.